Cherry Arizo 6 Pro olmoqchiman deysiz. Mana qo'limda 5 yilga o'zini pulini bo'lib to'lash grafiki turibdi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, men hammasini nuqta virgulgacha tushuntirib beraman. Xudo xohlasa Cherry Arizo 6 Pro bilan 80 ming kilometr masofa bosib o'tgan bir yaqin akam bilan intervyu qilmoqchiman. Videoga like bosib, kommentariyada yozib qoldiring. Cherry Arizo 6 Pro ni olib to'g'ri qildimmi, xato qildimmi, video davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina like bosib qo'ysanglar, bas qancha ko'p like yig'ilsa, men o'sha inson bilan tezroq intervyuni tayyorlayman. Cherry Tiggo 7 Pro bilan 77 ming kilometr masofa bosib o'tgan do'stim bilan qilgan videoni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, Cherry Arizo 6 Pro. Bu avtomobilning texnik xususiyatlariga to'xtalib o'tirmayman. Mana bu yerda chiqayotgan videoga o'tib tanishib olsanglar bo'ladi. Agarda siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak Cherry Arizo 6 Pro ga qiziqib yuribsiz va olmoqchisiz. Endi men sizga 5 yillik mana grafikini chiqarib qo'ydim. O'zini pulini bo'lib to'lashga birma-bir tanishtirib o'taman. Avtomobilni 5 yillik avtokreditga ham olsangiz bo'ladi, lekin foiz stavkasi 25% dan chiqadi. O'zini pulini bo'lib to'lash esa 0%. Ustiga pul qo'shilmaydi. Agarda siz avtomobilni naqd pulga olaman deydigan bo'lsangiz, 25 million foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. O'sha 25 million foyda amal qilgan holatda 25% yillik foiz stavkada 5 yilgacha avtokredit asosida olasiz. Agar 25 million foyda kerak emas deydigan bo'lsangiz, imtiyozli, ya'ni foizi ancha pasaytirilgan 1-2% boshlang'ich to'lovingiz bu muddatingizga qarab ham avtokredit asosida Cherry AD Master Navo avtosaloni sizga bemalol rasmiylashtirib bera oladi. Endi kapot ustiga grafik qo'yamiz va tanishib o'tamiz. Cherry Arizo 6 Pro 0% muddatli to'lov grafiklari quyidagicha. Birinchi pozitsiyasi 239 million 900 ming so'm. Boshlang'ich to'lov 25% qo'yadigan bo'lsangiz, 24 oygacha bo'lib to'lashga olishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov shunda 59 million 975 ming bo'lyapti. Oylik to'lovlari 7,5 million so'm atrofida chiqyapti. Boshlang'ich to'lov 30% qo'yadigan bo'lsangiz, 30 oygacha. Boshlang'ich to'lov 50% qo'yadigan bo'lsangiz, 36 oygacha. Boshlang'ich to'lov 70% qo'yadigan bo'lsangiz, 60 oygacha. Oylik to'lov qarang, 1 million 200 ming so'mdan chiqyapti. Mazami? Qarang, bitta narsaga ahamiyat qaratib keting. Bu yerda hisob kitoblarda 1000 so'm, 2000 so'm farq qilishi mumkin grafik bo'yicha va sug'urta xarajati ham bor. Sug'urta kredit qaytmasligi bo'yicha hisoblanadi. Endi kredit emas, rassrochkani olayotgan summangizda sug'urtasi hisoblanadi. Mashinani sug'urtasi alohida. Uni olib chiqib, nomerlarini taqqandan keyin sug'urtasini qildiraverasiz. Ikkinchi pozitsiyasi qarang, 254 million 900 ming so'm. Boshlang'ich xuddi o'sha shartlarda bo'ladi. 25% dan 24 oyga, 30% qo'ysangiz 30 oyga, 50% qo'ysangiz 36 oyga, 60% qo'ysangiz 48 oyga, 70% qo'ysangiz 60 oyga olishingiz mumkin. Uchinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm. Bunda ham xuddi yuqoridagi shartlar amal qiladi. Summalarni ko'rib turibsiz. Agarda to'liqroq grafik kerak bo'ladigan bo'lsa, meni Telegram guruhimga o'tasiz. Mana shu yerda aniq grafiklar qo'yilgan. Endi xuddi shunaqa shartda yana qaysi avtomobilni xarid qilsam bo'ladi deyishingiz mumkin. Cherry Tiggo 2 Pro avtomobilini ham xuddi shunaqa shartda xarid qilish mumkin. Ya'ni 5 yilgacha o'zini pulini bo'lib to'lash. Bunga naqd 40 million so'mlik foyda hozir ham men sizlar uchun gaplashib amalda qilib qo'ydim. Trading xizmati ham mavjud. Cherry AD Master Navo avtosaloniga keladigan bo'lsangiz, manzili Navoiy shahri Karmana tumani, Yangiariq qo'rg'onida. Bu Yangiariq qayerda degan bo'lsangiz, Emotsit yo'li mana bu tomoni Regal mehmonxona, bu tomoni Mohina to'yxonaga yetmasdan joylashgan. Aster Auto City Navoiyda Cherry AD Master Navo avtosaloniga kelasiz, o'zingizning mashinangizni topshirasiz, yangi mashinani minib chiqib ketasiz. Undan tashqari Cherry Tiggo 7 Pro avtomobilimizga ham foizsiz muddatli to'lovlarimiz mavjud. Bu yangilangan variant hisoblanadi. Anchagina hashamdor bo'lgan, ko'plab opsiyalar qo'shilgan. Undan tashqari old hamda orqa dizayni ko'rib turganingizdek o'zgargan. Bu haqida ham video qilganman. Cherry Tiggo 2 haqida ham video qilganman. Yo'q, menga benzinli avtomobil kerak emas, gibrid kerak deydigan bo'lsangiz, bu borada ham bizda yechim bor. Cherry Tiggo 8 gibrid hamda Arizo 8 gibrid variantlarini sizga taqdim eta olamiz. Yana bitta gibrid kirgan O'zbekistonga, Cherry oilasiga. Xudo xohlasa u haqida ham sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Faqatgina kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bu haqida ma'lumot sizlarga kerakmi yoki yo'qmi? Cherry Arizo 6 Pro ni oylik to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni sizlarga berib o'tdim. Xohlasanglar mana shu yerda rasmga screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Telegram guruhimga o'tsanglar, o'sha yerda ham grafigi bor. Cherry Arizo 6 haqida nasib bo'lsa, mingan inson bilan intervyu qilaman va uni fikrlarini ham olaman va sizlarga taqdim etaman.
Bu uchun shunchaki kommentariyada yozib qoldiringlar va videoga like bosish esdan chiqmasin. Taqdim etilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Cherry Master Nova avtosalonining telefon raqamlari pastda qoldirilgan. Barchangizda Cherry Master Nova avtosalonda kutib qolamiz.